14 ta mana aka. Qizig'i mashinaning narxida, hozir narxini kelishib, chiroyli narxda olib ketamiz. Avariyli holatda Nexia 2 mashinasini savdo qilgani kelganmiz. Hozir mana akamizdan talash tortishib olyapmiz. Xullas mashinani 1300 ga bermadim deyapti. 1.5 bo'lsa beraman deyapti. Biz aytayapmiz 1400 bo'lsa oldik mashinani deyapmiz. Bering xursandchilik bu. Yo'q, o'zi yaxshi bo'ldi. $100 qo'shdi mana. 1300 qilgan ekan, $100 yana qo'shib berdim. Xursandchilik bu. Xursandmisiz? Qadrdonlar, bizda eng plyus tomoni tepasiga borib, pullarni sirasi sanab beramiz. Bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. 14 ta mana aka. Mashinadan baraka topaylikmi? Puldan sizdan baraka toping aka. Barakasini bersin. Kimda shunaqa qattiq urilgan DTP mashinalar bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib yoramiz. Qadrdonlar, Nexia 2 mashinamizni mana xudo xolasa evakuatorga yuklab olib ketyapmiz. Kimda shunaqa DTP mashinalar bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqaga chiqinglar.